Assalomu alaykum hammaga qadrli aka opalar. Bizni uzoq va yaqindan kuzatib turgan qadrli obunachilarimiz. Hammalarning jonlaring sog'manmi? Bugungi videomiz individkalar haqida bo'ladi. Individkalarni endi yangi boqishni boshladik. Videomizga like va obuna bosib obuna bo'lib qo'yasizlar. Bizda yomg'ir mana. Bu individkalar tuxumini o'zi tug'ilgan joyiga bosadi. Tuxumini sinjitib boshqa joyga bosibsa guruh bo'lmaydi bu. Tovuqlarga o'xshab aqalqa sinjitib bo'lmaydi. Ochib chiqish jarayoni 33 kundan 40 kungacha davom etadi. Havo yaxshi bo'lsa 33 kun, 35 kunda ochib chiqib, havo sal sovuqroq bo'lsa 38 kun, 40 kunda ochib chiqadi. Yosh ko'rganlarning o'tgan yilgi yozda boshlarida ochilgan cho'jalar tuxumga kirishni boshladi o'zi. 5-6 tasi tuyapti, yosh kattalar guruh bo'lib bosyapti ichkarida ikkitasi. Ko'pchilik ularni oq boshlari mayda bo'ladi deydi, bu xato ekan. Oq boshlarni